rahbari Usmonaliyeva Shahnoza Turg'unaliyevna ushbu sinfda fan, madaniyat va sport sohasida yutuqqa erishgan o'quvchilardan fan olimpiadasida qatnashgan o'quvchilarimiz Toshboy Jasurbek, geografiya fanidan Ergashev Ozodbek, fan olimpiadasida qatnashgan o'quvchilarimiz Toshboy Jasurbek, geografiya fanidan Ergashev Ozodbek, fizika fanidan faxrli o'rinlarni egallashgan. Sport sohasida Boysunov Abror faxrli o'rinlarni hamda madaniyat sohasida viloyat vakillarida faol qatnashgan Tojiboyeva Bonur kabi faxrli o'quvchilarimiz tahsil oldilar. Va sinf rahbari Abdukarim va Gulnora Talipovna ushbu sinfda tahsil olgan o'quvchilar soni 25 tani tashkil qiladi. Ulardan Karimov Sardor, Ayriz 6, Elizbekova Aydin, Separ Bitu, Adasheva Duxona, Simyoz Kaplyush, Rustamova Shidina, Ayriz 6, Omonova Shahzoda, Ayriz 2,5, Abdurasulova Madina, Separ Bitu, Davlatalieva Shahzoda, Jamoliddinova Gulnoza, Separ Piman, Shohiddinov Fatishxon, Ayriz 5, Yigitaliyev Shohjahon, Separ Bitu darajasida yutuqlarga erishgan. На нашу торжественную линейку приглашается выпускники 11 Е-класса, классный руководитель Низамова Хамида Худайбергенова, отличник народного образования Республики Узбекистан, педагог с многолетним стажем. Эти выпускники самые яркие, позитивные, сильные.